Hayotiy voqea aytib bering. Bir xotinda eri 3 ta tug'dirib, xotinda ham yoshi 30 dan oshganda taylab ketibdi. Bir jossani topib, sevgi luba yoshda kelishi mumkin ekan. Men sevib qoldim. Sevgini oldida bolalarim ham ko'zimga ko'rinmayapti. Oyiga 2,5 million so'm alimentni beraman 3 ta bolamga deb ketibdi. Xotin tushkunlikka tushibdimi? Yo'q, ishlarkan. Ranopamni oldiga borib, ana toraytiradiganlardan olibdi, yuzlarga ozgina botoks tiqibdi. Er yo'q bo'lgandan keyin o'ziga qaraydiki, chiroyli bo'lib, takoy bo'lib, yuzlarga botokschalarni qildirib, yurib, erini xo'jayiniga ikkinchi xotin bo'lib tegib olibdi. Tagi mashina olib beribdi. 3 ta bolasini boqayotgan ekan. Unaqa ko'tlar bolalarini tashlab ketsa, men savob uchun ham seni bolalaringga qarayman debdi. Lekin u xotinning o'zi ham takoy xotin bo'lib ketganda ko'rsanglar, eri uni xor qilib yurgan ekan. Haqiqiy go'zalligini endi chiqaribdi yuzaga. Shuncha aytaman, har doim kosmetolog kerak, Ranopam kerak deb ayollar